So'nggi yillarda Xorazm viloyatida qurilish sohasi tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Joriy yilning birinchi choragida viloyatda qurilish ishlari hajmi qariyb 111% ga oshgan. Bunda xorijiy investitsiyalar, mahalliy tadbirkorlar faolligi hamda hududiy sanoat zonalaridagi yangi loyihalar ham muhim rol o'ynamoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Qurilish bu faqatgina devorlar emas, balki kelajak uchun yaratilayotgan imkoniyatlardir. Xorazm viloyatida bugun ana shu imkoniyatlar to'liq safarbar etilmoqda. Jumladan, tijorat markazlari, biznes inkubatorlar, mehmonxonalar va sanoat zonalari buning yaqqol misolidir. Xonqa tumanida ham avvaldan mebelsoz ustalar ko'p. Shu paytgacha ularning ko'pchiligi tor joylarda, noqulay sharoitlarda ishlardi. Shu bois 10 gektar yer ajratilib, mebel mahsulotlarini klaster usulida ishlab chiqarish, ko'rgazma va savdo obyektlarini o'z ichiga olgan kichik sanoat zonasi barpo etildi. Ushbu 10 gektar yer maydonini bosh rejasi ishlab chiqilib, 61 ta obyekt joylashtirildi. Shu 61 ta obyektning 5 tasi showroom binolari hisoblanadi, 56 tasida ishlab chiqarish obyektlari hisoblanadi. Elektr ta'minotini yaxshilash uchun bitta podstansiya, nim stansiya ham qurib foydalanishga topshirildi. Tadbirkorlarga imkoniyat yaratish uchun barcha infratuzilma obyektlari, yo'llar, ichimlik suvlari, aloqa tarmoqlari, elektr tarmoqlari davlatimiz tomonidan amalga oshirib berildi. Qolaversa, birgina shu markazning o'zida 700 nafarga yaqin aholi ish bilan band qilingan. Sanoat zonasi sharoitlari yaxshi bo'lgani uchun hatto qo'shni tumanlardan kelib ishlayotgan yoshlar ham bor. Men shu firmada 5 yildan beri ishlayman. Avvalgi sexlarimiz kichkina sex edi. Hozirgi sexlarimiz katta, yangi stanoklar olib kelindi. Sexlarimiz katta bo'lgani mebellarni sifatli va tez ishlashina imkon beradi. Bundan tashqari Xonqa tumanida davlat xususiy sheriklik asosida ko'plab ijtimoiy obyektlar, maktablar, bolalar bog'chalari, shifoxonalar va sport inshootlari qurilishi yo'lga qo'yilgan. Bu esa hududda qurilish sohasining iqtisodiyotdagi ulushini yanada oshirmoqda. Shahnoza Qalandarova, Malik Kengasov, Xorazmdan.